Assalamu alaikum qadrli savatdaşlar. Farabi 4 dersinizga hoş geldinglar. Bugün hazırkı zaman Uyghur dil dersimizin 23. dersini ötümüz. 23. dersimiz grammatikning 2. bölümü. Bu dersimizde grammatiklik şekil, grammatiklik vosita, grammatikning mazmuni ve morfologiya ve sintaksning munosabati qatorliq mazmunlarni ötümüz. Dersimizge başlashdan burun o'tgan soatlik darsimizning oxiri so'rab o'tgan tuvandagi ikki savolimizga qisqacha javob berib o'tamiz. Birinchi, grammatikaning aloyidligi nima? Qisqacha yig'inchoqlab beqing deb ekanmiz. Buning javobi grammatikaning aloyidligi abstraktlik, ya'ni umumiylikqa, sistemchanlikqa, turoqchanlikqa va milliylikka ega bo'lishidir. İkinci, leksikalik ma'no va grammatikalik ma'noning farqi nima? Buning javobi leksikalik ma'no har bir so'zning o'ziga xos bo'ladi. Grammatikalik ma'no bo'lsa, belgilik bir qoida bo'yicha turlangan yoki birikkan har qanday so'z uchun o'rtaq bo'ladi. Ya'ni leksikalik ma'no faqat bir so'zga xos bo'lgan bo'lsa, grammatikalik ma'no bir so'z turkumiga tava bo'lgan hamma so'zga o'rtaq bo'ladi. Endi bugungi darsimizga kelsak, bugungi darsimizdan avval grammatikalik shakl haqida to'xtalib o'tamiz. Undaqda grammatikalik shakl degan nima deganda, grammatikalik shakl deganimiz so'zlarning belgilik turlanish yoki birikish qoidasini ko'rsatuvchi, ya'ni belgilik grammatikalik ma'noga vakillik qilguvchi tashqi belgi grammatikalik shakl deyiladi. Masalan, o'quvchilar keldi degan jumladagi ikki so'zni olsak, o'quvchilar degan so'zning ko'plik ma'nosi uningga lar qo'shimchasining qo'shilishi bilan ifodalangan. Onun baş geliş ma'nosi uningga baş gelish qo'shimchalarining qo'shilmaganligi, ya'ni nol belgi bilan ifodalangan. Uning ega ma'nosi uning baş gelishda kelganligi, bayon qiluvchi so'zni shaxs jihatdan o'ziga qaratib, uning oldida kelganligi bilan ifodalangan. Keldi degan fe'lni olsak, keldi degan fe'l asl daraja ma'nosi uningga boshqa daraja qo'shimchalarining qo'shilmaganligi, ya'ni nol belgi bilan ifodalangan. Bo'lishliq ma'nosi uningga bo'lishsiz qo'shimchasi qo'shilmaganligi, ya'ni nol belgi bilan ifodalangan. Uning vasfsiz bayon mayli oddiy o'tgan zamon ma'nolari uningga de qo'shimchasining qo'shilganligi bilan ifodalangan. Uning uchinchi shaxs ma'nosi uningga boshqa shaxs qo'shimchalarining qo'shilmaganligi, ya'ni nol belgi bilan ifodalangan. Uning xabar ma'nosi bo'lsa, uning shaxs jihatdan bayon qilinuvchiga moslashib, uning keyinda kelganligi bilan ifodalangan. Biz bu yerda ko'rgan kelish, daraja, bo'lishliq, bo'lishsiz va shaxs qo'shimchalari va xabar degandek mush bo'laklarning hammasini keyingi darslarimizda tafsiliy to'xtalib o'tamiz. Biz oldingi paytda ko'rib o'tgan kelish, daraja, bo'lishliq, bo'lishsiz, shaxs va jumlaning xabar bo'ligi qatorliqlarning hammasi grammatikalik shakl hisoblanadi va shuning asosan so'zga ma'lum bir qo'shimchani qo'shish bir xil tashqi belgi, ya'ni grammatikalik shakl hisoblansa, uningga nisbiy holda shu belgining qo'shilmasimi, ya'ni nol belgimi bir xil tashqi belgi, ya'ni bir grammatikalik shakl hisoblanadi. Chunki so'zlarning turlanish qoidasida ma'lum bir qo'shimchaning qo'shilishi bir xil turlanish qoidasi bo'lsa, uningga nisbiy holda u qo'shimchaning qo'shilmasligini o'xshashla bir xil turlanish qoidasi hisoblanadi. Masalan, Uyg'ur tilida ismlarga larlar qo'shimchasining qo'shilishi bir xil qoida bo'lsa, buning bilan ismning ko'plik ma'nosi ifodalanadi. Uningga nisbiy holda larlar qo'shimchasi qo'shilmagan bo'lsa-mu, buning o'zimi bir xil turlanish qoidasi bo'lib, buning bilan ismning birlik ma'nosi ifodalanadi. Har qanday grammatikalik ma'no belgilik grammatikalik shakl bilan ifodalanadi. Grammatikalik shakl bilan ifodalanmagan ma'no grammatikalik ma'no hisoblanmaydi. Endi grammatikalik vosita haqida to'xtalib o'tsak, grammatikalik shakllar turli grammatikalik vositalar, ya'ni grammatikalik usullar orqali ifodalanadi. Har qaysi tillarda, shundaqla Uyg'ur tilida ko'p uchraydigan grammatikalik vositalarni ko'rib o'tamiz. Buning birinchisi so'z turligich qo'shimcha. So'z turligich qo'shimcha degan vaqtimizda so'zlarga qo'shilgandan keyin so'zlarning ma'nosini, ya'ni leksikalik ma'nosini o'zgartmaydigan, faqatla grammatikalik ma'no qo'shadigan qo'shimchalarni ko'rsatadi. Ya'ni so'z turligich qo'shimcha so'z yiltizi yoki o'zakka ulanib, har xil grammatikalik ma'no ifodalaydigan morfemlar so'z turligich qo'shimcha deyiladi. Uyg'ur tilidagi grammatikalik shakllarning mutlaq ko'pchiligi qo'shimcha qo'shish yo'li bilan ifodalanadi. Masalan, ismning kelish shakllari va tavallik shakllari qo'shimchalari, fe'llarning shaxs qo'shimchalari qatorliqlarning hammasi so'z turligichi qo'shimchalarga kirdi. İkinci yordamchi so'zlar, ya'ni tirkalmalar va bog'lovchilar. Tirkalmalar degan vaqtimizda
tirkelmeler isimning yoki ismday so'zlarning boshqa so'zlar bilan bo'libmi fe'l bilan bo'lgan munosabatni ifodalaydigan bir xil grammatikalik vositadir. Masalan, o'qish uchun kel, ya'ni o'qish uchun keldi, tilga oid kitoblar, vatan uchun xizmat, tarix to'g'risidagi film. Bu yerdagi uchun, oid, to'g'risidagi deganlarning hammasi o'xshashlar tirkelmelar hisoblanadi. Bağlıqçılar deganimizda bağlıqçılar söz bilan so'zning, jumla bilan jumlaning orasidagi munosabatni ifodalaydigan vositalardir. Masalan, mushuk bilan chashqan, dengiz va daryo, o'qidi va ishladi va mushadagi bilan va qatorliqlarning hammasi bağlıqçılar hisoblanadi. Əmdi üçüncü grammatiklik vasitəyə gəlsək, söz tərtibi nutqda sözlərinin ilgiri keyin tizilişi söz tərtibi deyiladi. Sözlərinin bir-biri bilan bolğan münasibətini göstərişdə söz tərtibi bir xil grammatiklik vasitə sifatida rol oynaydı. Sözlər türlügüç qo'shimcha va yordamchi so'zlarni vasita qilmay turib bir-biri bilan bog'langanda so'z tartibi sintaksik munosabatni ifodalaydigan muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Masalan, chiroyli gul degan vaqtimizda chiroyli va gul degan so'zning munosabati aniqlovchilik munosabat bo'lsa, gul chiroyli deganda ega va xabarlik munosabat bo'ladi. Grammatiklik vositalarning to'rtinchisi intonatsiya. İntonasiya sözünün ahangı bolup, cümlenin yoki cümle böleklerining ahang yoki tiniq jihatdagi o'zgarishda ifodalanadi. İntonasiya, ahang, urg'u va tiniq qatorliq 3 mazmunni o'z ichiga oldi. Ulardan biri o'zgarsa, grammatiklik ma'nosi o'xshashlar o'zgaradi. Bularni tafsiliy ko'rib o'tsak, ahang o'zgarsa, butun jumlaning intonasiyasi o'zgaradi. Masalan, Tursun bugun keldi degan bo'lsak, bu yerdagi ahang tuvallab mangdi va bayon intonasiyasi bo'ldi. Tursun bugun keldi degan bo'lsak, yuqorilagan ahang bo'lib, savol intonasiyasi ifodalaydi va bu ikki jumlaning grammatikalik ma'nosi farqli bo'ladi. Ikkinchisi logikalik urg'u o'zgarsa, ta'kidlash nuqtasi o'zgardi va o'xshashlar grammatikalik ma'nosi o'zgardi. Masalan, Tursun tunugin ishladi degan bo'lsak, urg'u tunugin degan holatga tushganda vaqt ta'kidlangan. Hamda Tursun tunugin ishladi degan bo'lsak, urg'u ishladi degan xabarga tushganda Tursunning nima ish qilganligi ta'kidlanadi. Hamda intonatsiyaning uchinchisiga kelsak, tiniqning qayerda bo'lishi o'xshamagan qurilma munosabatini ifodalaydi va o'xshashlar grammatikalik ma'nosi o'zgaradi. Masalan, Ögen oğlum dadanga o'xshash eshak bo'lma bilan Ögen oğlum dadanga o'xshash eshak bo'lma, ya'ni bu ikki jumlaning tuzilishiga qaynashgan so'zlar va ularning tartiblari o'xshash bo'lsa-mu, lekin jumladagi tiniq o'xshamaganlikdan jumlaning ma'nosida o'zgarish bo'lgan, ya'ni grammatikalik ma'nosida o'zgarish bo'lgan. Endi Uyg'ur tilidagi grammatikalik vositalarning 5-siga kelsak, takrorlash. Sözlerini tekrarlash orqali ba'zi grammatikalik shakllar yasaladi. Masalan, cho'ng-cho'ng taşlar, qator-qator uylar, bara-bara so'lmoq, asta-asta ermek. Muşlarning hammasi odatda mushu so'zlarning takrorlanganini qaraganda, takrorlangandan keyin grammatikalik ma'nosida o'zgarish bo'lganligini ko'rsatadi. Endi bizning bu yerda ko'rib o'tgan so'z turligich qo'shimcha, yordamchi so'zlar, so'z tartibi, intonatsiya va takrorlash qatorliqlarning hammasi Uyg'ur tilidagi grammatikalik vositalar hisoblanadi. Bulardan boshqa tovush almashtirish va yildiz almashtirish degandek boshqa xil grammatikalik vositalar bor, ammo bular Uyg'ur tiliga xos bo'lmagan grammatikalik vositalar hisoblanadi. Bular tovush almashtirish, ba'zi tillarda so'zlarning tomiridagi tovushlarni almashtirish yo'li bilan grammatikalik shakllar hosil qilinadi. Masalan, arab tilida kitob so'zining birlik shakli kitob bo'lsa, ko'plik shakli kutub bo'ladi. Ammo biz buni Uyg'ur tilida ishlatgan vaqtda kitobxona va kutubxona deganni o'xshash ma'noda ishlatamiz. Shuning uchun tovush almashtirishdan iborat bu xil grammatikalik vosita Uyg'ur til qoidalariga tushmaydi. Yildiz almashtirish Yıldız almashtirish deganimizda ba'zi tillarda bir so'z belgilik bir grammatikalik shaklga xos bo'lib, uni boshqa grammatikalik shakli uchun boshqa bir so'z qo'llanilgan ahvol uchraydi. Masalan, rus tilida человек so'zi odam so'zining birlik shakli uchun qo'llanilgan bo'lsa, uning ko'plik shakli uchun люди, ya'ni odamlar so'zi qo'llaniladi. O'xshashlar bu yildiz almashtirish, ya'ni so'zning tomirini almashtirish orqali barliq kelgan grammatikalik vosita hisoblanadi. Endi grammatikaning mazmuniga kelsak, grammatika, morfologiya va sintaksdan iborat ikki cho'ng mazmunni o'z ichiga oladi.
Morfologiya deganimizdə qrammatikinin sözlərinin yazılış, türleniş və türkümlərə bölünüş qaydaları qatarlıqlarını tədqiq qıldıran qismi morfologiya deyiladi. Morfologiya qrammatikinin mühim bir tərkibi qismi olub, sözlərinin qrammatiklik türləri, yəni söz türkümləri, sözlərinin türleniş və yazılış qaydaları, sözlərinin hər xil qrammatiklik şəkilləri və şular ifadələyən qrammatiklik mənlər, ularning har xil qatlamliq munosabatlarini tadqiq qiladi. Sintaksis deganimizda sintaksis grammatikaning yana bir muhim tarkibiy qismi bo'lib, so'z birikmasi tarkibidagi so'zlarning birikish munosabati, so'z birikmalarining turlari va jumla bo'laklarining munosabati, oddiy jumlaning tiplari, qo'shma jumla tarkibidagi tarmoq jumlalarning birikish munosabati, qo'shma jumlaning tiplari qatorliqlarni tadqiq qiladi. Morfologiya bilan sintaksisga munosabatga kelsak, morfologiya bilan sintaksis bir-birini shart qilgan holda chambarchas bog'langan. Chunki so'zlar grammatik qoidalarining talabi bo'yicha ma'lum grammatiklik shaklga kirib, so'z birikmasi yoki jumla hosil qilgan bo'lg'achqa, ularni bir-biridan ayirib etgil bo'lmaydi. Bu ikkisi qo'shilib, tilning mukammal bo'lgan grammatikasini shakllantiradi. Masalan, Uyg'ur tilida bosh kelishlik ism jumlada ko'pincha ega bo'lib keladi. Bu yerdagi bosh kelishlik ism morfologiyalik kategoriya bo'lsa, jumlada ega bo'lib kelishi sintakslik kategoriya hisoblanadi. Ya'ni ega bo'lsa bosh kelishlik ism yoki ism roldagi so'z bilan ifodalanadi. Fe'lning xabar shakllari jumlada xabar bo'lib keladi. Bu yerdagi fe'lning xabar shakllari morfologiyalik kategoriya bo'lsa, jumlada xabar bo'lib kelishi sintakslik kategoriya hisoblanadi. Xabar bo'lsa, fe'lning xabar shakli orqali ifodalanadi. Tushum kelishlik ism jumlada to'ldiruvchi bo'lib keladi. Bu yerdagi tushum kelishlik kelgan ism morfologiyalik kategoriya bo'lsa, jumlada to'ldiruvchi bo'lib kelishi sintakslik kategoriya hisoblanadi. To'ldiruvchi bo'lsa, tushum kelishdagi ism orqali ifodalanadi. Bugungi darsimizning oxiriga keldik. Darsimizning oxirida bu darsimizga munosabatli bo'lgan tuvandagi ikki savolni so'rab o'tamiz. Birinchi, Uyg'ur tilidagi grammatikalik vositalar qaysilar? Ikkinchi, morfologiyaning tadqiqot obyekti nima? Bu ikki savolning javobini YouTube videomizning ostidagi bog' qismiga yoki Instagram hisobimizning DM qismidan uchirib bersangiz bo'ldi. Undaqda keyingi soatlik darsimizda ko'rishaylik. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.